Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Shoaib Izzatulloh Husayinovich, Buxoro davlat universiteti ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrasi dotsenti va fanimiz yangi tartibdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida, mavzumiz yangi tartibdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi va unga bo'lgan zarurat. Albatta, rejaga e'tibor bersak agar, reja bu yangi tartibdagi Konstitutsiyaning qabul qilinishi va unga bo'lgan hayotiy zarurat. Ikkinchisi, yangi tartibdagi Konstitutsiyaga jahon konstitutsiyaviy rivojlanish tajribalarining aks ettirilishi. Uchinchisi, yangi tartibdagi Konstitutsiyada milliy qadriyatlarning aks etishi va to'rtinchisi, yangilangan Konstitutsiyaning tuzilishi va undagi asosiy yangi o'zgarishlar deb bayon etilgan. Konstitutsiyaning yangilashga zarurat nimada? Konstitutsiyani yangilash quyidagi ikki asosiy masala sabab bo'ladi. Birinchisi, so'nggi yillarda erishilgan yutuqlar va ularni Konstitutsiyada muhrlab qo'yish orqali ushbu yutuqlarning uzluksiz davom ettirilishi va ikkinchisi, globallashuv jarayonidagi yangi tahdidlar va xatarlar, ularni bartaraf etish bo'yicha mustahkam huquqiy asosni yaratish orqali milliy davlatchiligimiz, kelajagimizni ta'minlash va buni ma'lum bir darajada mana shu sxema orqali nima qilish mumkin? Ya'ni erishilgan yutuqlarni izchil davom ettirish, milliy davlatchiligimizni tashkil tahdid va xatarlardan himoya qilish va huquqiy asos bu albatta yangi konstitutsiya deb hisoblanadi. Va so'nggi yillarda erishgan yutuqlarimiz moliya iqtisod sohasida naqd pul bilan bog'liq muammolar bartaraf etildi, debitor kreditor masalalari hal etildi, valyuta bozori erkinlashtirildi, biznesga soliq yukini kamaytirish choralari ko'rildi, yer munosabatlari sohasida amalga oshirilgan ishlar tatbiq etildi. Ijtimoiy sohada esa majburiy mehnat va bolalar mehnati to'liq bartaraf etildi, bog'chalar, kamrolar soni oshirildi, maktablar 11 yillik ta'lim tizimiga qaytdi. Oliy ta'lim muassasalari soni 210 dan demak oshdi. Va kambag'allik masalalari ham demak tushunchasi rasmiy darajada demak tan olindi. Shu bilan birga fuqarolik, chegara mudofaa va xavfsizlik sohasida chegara masalalari hal etildi. O'zbekiston fuqaroligini olish masalasi o'z yechimini topdi. Propiska tizimidan voz kechildi. Chet elga chiqish uchun pasportga stiker yozish amaliyotidan voz kechildi. Aholiga qulayliklar yaratish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Davlat xizmatlari tizimining rivojlantirilishi, diniy sohada yurtdoshlarimizga qulayliklar yaratildi. Aholini uy-joy bilan ta'minlash siyosati tubdan o'zgardi. Pensiya va nafaqa tayinlash tizimi o'zgardi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul ovqatlanish tizimi joriy etildi. Globallashuv jarayonidagi yangi tahdidlar va xatarlar quyidagilardan: bugungi ziddiyatli jarayonlar, iqtisodiy qaram-qarshiliklar qachon va nima bilan tugashini bashorat qilib bo'lmasligi, ayrim davlatlarning dunyo xaritasida qolmasligi savol ostida qolayotganligi, jahonda 100 million aholi o'z hayotini saqlash uchun boshqa yurtlarda boshpana izlab yurgani, oziq-ovqat yetishmasligi, energiya resurslari tanqisligi, pandemiya kabi global muammolar va global muammolar rivojlangan davlatlar aholisini ham jiddiy o'ylantirib qo'yayotganligi. Shu bilan birga o'sha davom sifatida mintaqamizdagi vaziyat ham bizni tashvishga solayotganligi, yonimizda qarib 50 yil notinchlik davom etayotganligi, mamlakatimiz katta davlatga aylanayotganligi, aholimiz soni 2040-yilga borib, bashoratga qaraganda 50 millionga yetishi kutilmoqda. Xavf xatarlarni bartaraf etish bo'yicha mustahkam huquqiy asos zarurati bularning barchasi uchun mustahkam huquqiy poydevor zarur bo'lishi yangi O'zbekistonga yangilangan konstitutsiya kerakligini ko'rsatmoqda. Va xalq konstitutsiyasi bu nima degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta, mazmun mohiyatiga to'xtalib o'tsak agar, bu demak xalqimiz fikri, takliflari ikki bosqichga o'rganildi. Shundan so'ng konstitutsiya loyihasi tayyorlandi. Birinchi bosqichda konstitutsiya loyihasini shakllantirish uchun aholimiz 60 mingdan ziyod takliflar berdi. Ikkinchi bosqichda esa konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasiga demak qo'yildi. Nima uchun yangi konstitutsiya deb atalmoqda degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, asosiy normalar soni 434 taga demak ko'paytirildi, ya'ni eskisida 275 ta edi, 54% ga ko'proq bo'ldi. Shu bilan birga ma'lum bir konstitutsiyada ishlatilgan so'zlarning lingvistik kontent tahlili, masalan aytaylik, inson so'zi 35 marotaba, oldingi tahlildagi konstitutsiya 9 marta, davlat so'zi 43 marta, oldingisida 15 marta, xalq so'zi 70 marotaba, oldingi konstitutsiyada 43 marta, yoshlar so'zi 6 marotaba, oldingi konstitutsiyada 1 marta, davlat shart-sharoit yaratgan jumlasi 10 marotaba, oldingisida umuman ishlatilmagan.
ayol xotin-qizlar so'zlari 3 marotaba, oldingisida bor yo'g'i 1 marta va qayg'ularning so'zlari 6 marotaba, oldingisida 2 marta demak ishlatilgan. Va yangi konstitutsiyaning asosiy dolzarb yangiliklari O'zbekiston ijtimoiy davlat. Bu davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari bilan bog'liq konstitutsiyadagi normalar 3 barobarga ko'paytirildi. Shu bilan birga ma'lum bir darajada ko'paytirilishi bilan har kimning o'z uy joyi bo'lishi huquqi belgilandi. Hech kim sudning qarorisiz va qonunga nomuvofiq holda uy joyidan mahrum etilishi mumkin emasligi belgilandi. Kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlardan foydalanish, fuqarolarning oliygohlarga davlat granti hisobidan o'qish huquqi demak berildi. Shu bilan birga O'zbekiston ijtimoiy davlat, davlatning boya aytganimda davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari bilan bog'liq konstitutsiyadagi normalar 3 barobar ko'paytirilishi, davomli sifatida bepul boshlang'ich kasb hunarga o'qitilishi, inklyuziv ta'lim olish imkoniyati, oilaning rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratilishi, pensiya, nafaqa va boshqa ijtimoiy yordamlar miqdori eng kam iste'mol xarajatlardan oz bo'lishi mumkin emasligi deb demak ko'rsatilgan. Shu bilan birga hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdordan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish huquqi, bepul boshlanish kasb hunarga o'qitilishi, ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirishni taqiqlash, fuqarolarning kasbiy tayyorgarligini va qayta tayyorlanishini tashkil etish, har kim ishsizlikda ijtimoiy ta'minot olish huquqiga egaligi va yoshlar masalalari oila bobiga qo'shilishi demak yaqqol misol bo'lib demak qolmoqda. Shu bilan birga O'zbekiston huquqiy davlat iborasiga e'tibor bersak, inson huquqlariga oid normalar 3 barobardan ortiqqa oshdi. Qonunlardagi noaniqliklar inson foydasiga hal bo'lishi shart va zarur. Insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanadi. Qonunchilikda belgilanmagan majburiyat hech kimning zimmasiga o'z roziligisiz yuklatilishi mumkin emasligi ko'rsatilgan. Shu bilan birga o'lim jazosi alohida konstitutsiyada taqiqlandi. Sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turishi mumkin emas. Ilgarigi qonunchilikda 72 soatdan iborat edi. Huquq va erkinliklarni cheklash bilan bog'liq barcha harakatlarga faqat va faqat sud qarori asosida yo'l qo'yiladi. Ayblanuvchi va sudlanuvchilarga o'zi qarshi ko'rsatma bermaslik, ya'ni sukut saqlash yoki Miranda huquqi beriladi. Shu Miranda huquqi bo'yicha ozgina to'xtalib o'tsak, bu 1966-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida kiritilgan, ya'ni demak Ernesto Miranda degan kishini demak ayblanib, uni hech qanday dalilsiz qamatib, bu demak keyin Arizona shtatiga qarshi demak ish bilan chiqqanda o'sha yerda demak g'olib bo'ldi. O'sha yerda demak yutgandan keyin bu narsa hozirgi paytda 160 tadan ortiq davlatga va ana shu Miranda huquqi yo'yildi. Har kim o'z huquq va erkinliklarini qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilishga haqli. Shaxsni ushlash chog'ida unga tushunarli tilda o'z huquqlari va ushlab turilishi asoslari albatta tushuntirilishi demak kerakligi to'xtalib o'tilgan. Shu bilan birga O'zbekiston xalqchil davlat deganda kuchli parlament, ixcham va mas'uliyatli hukumat, mustaqil va adolatli sud tizimini barpo etish, ya'ni bu yerda deyarli qonun prinsipi demak hokimiyatni bo'lish prinsipiga alohida ta'kidlab o'tmoqda. Qonunchilik palatasining mutlaq vakolatlari amaldagi 5 tadan 12 taga, Senatda esa 14 dan 18 taga ko'paytirildi. Hukumatni shakllantirish va uning faoliyatini nazorat qilish davlat byudjeti ijrosiga oid masalalar Qonunchilik palatasining vakolatiga, hududlar manfaati va ularning rivojlantirish masalalari esa Senat vakolatlari doirasiga o'tkazildi. Shu bilan birga senatorlar soni 100 nafardan 65 nafarga tushirildi. Quyi palata tomonidan kiritilgan qonunlar Senatda 60 kun ichida ko'rib chiqilishi shartligi ko'rsatilgan. Bosh vazir nomzodi parlamentda eng ko'p o'rin olgan bitta partiyadan emas, balki prezident tomonidan Qonunchilik palatasi ma'qullagach tayinlanadi. Bosh prokuror hisob palatasi rahbarligiga nomzodlar avval Senatda ko'rib chiqilib, keyin prezident tomonidan tayinlanishi demak ko'rsatib berildi. Shu bilan birga Monopoliya qo'mitasi va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbarlari Senat tomonidan saylanadi. Davlat xavfsizlik xizmati rahbarligiga nomzod Senat bilan maslahatlashuvlardan so'ng prezident tomonidan lavozimga tayinlanadi. Bo'lgan parlament tekshiruv instituti Konstitutsiyada alohida mustahkamlab qo'yildi. Sudyalar Oliy kengashining barcha a'zolarini Senat tomonidan demak saylanadi.
Shu bilan birga Senat raisi va Qonunchilik palatasi spikeri, Oliy sud va sudyalar, Oliy kengash raislari, ularning o'rinbosarlari, bosh prokuror, Markaziy saylov komissiyasi raisi, hokimlarni lavozimga 2 muddatdan ortiq saylash yoki tayinlashga cheklov kiritildi. Konstitutsiyaviy sud sudyalarini qayta saylash huquqisiz 10 yilga saylash tartibi belgilandi. Hokimlarning xalq deputatlari kengashlariga rahbarlik qilish tartibi bosqichma-bosqich bekor qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat.